Assalomu alaykum, hurmatli foydalanuvchilar. Osint bo'yicha darslarni davom ettiramiz. Demak, o'tgan darsda qo'shtirnoq, sayt, file type, menus, yulduzcha bo'yicha ma'lumotlarni qidirib ko'rdik. Bugun demak 4 ta buyruq ko'ramiz. Birinchisi in title, in URL, all in title va all in URL bo'ladi. Xo'p, brauzerni ochamiz. Google ga kiramiz. Xo'p, endi yana eslatma qilaman. Demak, bu narsalar ta'lim maqsadida qilinyapti. Har qanday foydalanuvchilarning noto'g'ri ish qilishi bo'yicha biz javob bermaymiz. Bundan keyingi holatda, shuning uchun ogohlantirib qo'ymoqchiman. Xo'p, endi demak shularni o'tamiz. Hech narsa o'rnatish shart emas, faqat bizda Google Chrome brauzer bo'lsa Google ga kirasiz, bo'ldi, tushunarli? Demak, har bir veb sahifani title'i bo'ladi. Mana masalan tepada Google deb turibdi. To'g'rimi? Google deb yozilgan ana shu title bo'ladi. Sahifa nomi hisoblanadi, brauzer oynasini tepasida turadi. Demak, URL manzil mana bu. Sahifaning internetdagi manzili hisoblanadi. Tushunarli? Masalan, yozamiz. Masalan, kunuzda qanaqadir kiber xavfsizlik bo'yicha maqola kerak bo'lsa, kecha ko'rdik. Enterni bossak, ma'lumot chiqadi, to'g'rimi? Afsuski, yana Yandexga o'tib ketdi. Biz o'z Google'dan foydalanishimiz kerak. Mana kunuz kiber xavfsizlik deb enterni bossak, demak, kiber xavfsizlik bo'yicha ma'lumot chiqadi va enterni bossak, mana shu bizda demak, kunuz saytining URL manzili bo'ladi, tushunarli? O'sha maqolaning URL manzili. Agar biz faqat sarlavhada yoki faqat URL manzilida ma'lum so'z va sahifalarni qidirmoqchi bo'lsak, aynan mana shu buyruq kerak. Birinchisi bu in title dedik. Bu endi qanday bo'ladi? Xo'p, endi Google'da tepada yozamiz. Masalan, in title, masalan login deb yozsak, enterni bosamiz. Demak, qaysi sahifada login sahifa bo'lsa, o'sha sahifaga yo'naltiradi, tushunarli? Mana login desak, masalan, Wikipedia'da login qismiga o'tyapti. Demak, mana shu login haqida ma'lumot chiqyapti, tushunarli? Masalan, loginda bilamiz, o'sha saytga ro'yxatdan o'tish oynasi bo'ladi, paneli. Xuddi mana saytlarni o'sha login sahifasiga yo'naltiradi. Bu kiber xavfsizlikda ham juda kerakli narsa. Xo'p, endi masalan, oddiy qidiruv bilan buni farqi, login so'z sahifaning istalgan joyida bo'lishi mumkin, tushunarli? Mana so'z sahifaning istalgan joyida bo'lishi mumkin. In title'da o'sha Google Docs'da qilyapsiz-ku. Demak, so'z faqat sarlavhada bo'lishi kerak. Mana sarlavha mana shu deyiladi. Tushunarli? Mana Instagramda ham hammasi sarlavhasida login yozilgani uchun bizga chiqarib berdi. Endi masalan, yana nima deb yozish mumkin? Admin yozish mumkin, masalan. Enterni bossak, demak, mana boshqarish uchun so'zlovchi xavfsizlik ta'minlovchi shaxs va tizim boshqaruv paneli. Bunda demak, saytni admin paneliga yo'naltiruvchi ma'lumotlar chiqib keladi, masalan. Masalan, MyGo'ni admin paneli ham chiqib keldi. Mana kirsangiz, mana admin kiradigan panelga kirib ketdi, tushunarli? Bu bo'yicha bu ochiq ma'lumotlar, biz hech qanaqa MyGo'z yoki qanaqadir saytlarni buzayotganimiz yo'q. Biz faqat o'sha Google Docs haqida ta'limiy maqsadda video qilyapmiz. Tushunarli? Mana Imlows degan sayt ham bor ekan. Demak, bu faqat admin haqida o'sha ma'lumotni chiqarib berdi. Tushunarli? Demak, endi buni o'rniga xohlagan so'z qo'yishingiz mumkin. Asosiy kiber xavfsizlikda eng ko'p ishlatiladigani mana shu admin bilan login so'zlari bo'ladi. Endi masalan, kirish deb yozsak nima bo'ladi? Demak, qaytarib o'taman, bu sarlavhada bo'lishi kerak. Xo'p, endi kirish. Masalan, Osiyo xalqaro universiteti chiqib kelyapti. Masalan, bilim va malakalarni baholash agentligi. Masalan, LMS ga kirsak, demak, kirish sahifasi kiryapti. O'sha talabani admin paneliga, o'sha saytni LMS ga, mana shu universitet. Mana shu orqali talabalar kirar ekan, tushunarli? Endi mana bilim va malakalarni baholash agentligiga kelyapti, mana tushunarli? Ko'ryapsiz, juda oddiy narsa bilan admin panellariga kirilyapti, lekin xavfsizlik bor, login parol kerak. Mana saytlarda demak, shaxsiy kabinetiga, mana Universitet Puchon va Toshkent bor ekan. Mana admin panellariga yo'naltiruvchi sahifa kelyapti. Login parolingiz bo'lsa, demak kirishingiz mumkin. Xo'p, endi yana nima deb yozish mumkin?
Masalan, boshqaruv desak. Xo'p, pastga tushamiz. Demak, boshqaruv haqida ma'lumot chiqyapti. Endi kechagi birinchi darsimizdagi nima bilan qo'shamiz hozirgi darsni. Demak, qarang. Diqqat qiling. In title 2 nuqta. Demak, login. Demak, endi sayt yozamiz. Masalan, Nursaidov.uz. Tushunarli? Masalan, Nursaidov.uz nuqtani o'rniga 2 nuqta ham qo'ysak bo'ladi. Bu yana ham aniqroq qiladi. Va enterni bossak nima bo'ladi? Mana Nursaidov.uz saytidagi qolib ketgan login sahifam. O'zim to'g'risi bilganim yo'q edim. Endi buni to'g'rilab qo'yamiz mana. Tushunarli? Demak, meni sahifamda Qazo.uz degan proyektimda login qolib ketgan. Ko'ryapsiz? Qolib kelishini ko'ryapsizmi? Shuning uchun bu xavfli narsa aslida. Buni qanday xuddi pichoqqa o'xshatish mumkin-da. Tushunarli? Endi saytni o'zgartiramiz. Demak, masalan, nima deb yozishimiz mumkin? Masalan, kunuz desak nima bo'ladi? Kunuzga demak login haqida ma'lumotlar chiqmaydi, chunki kunuz ancha himoyalangan deb o'ylayman. O'zimda ham saytimni hali ko'rganim yo'q edim. Demak, shunaqa login haqida ma'lumot chiqaryapti, lekin sahifada o'sha kunuz yaxshi himoyalangani uchun demak tushunarli. Masalan, qalampur.uz desak nima bo'ladi? Mana qalampur.uz ham demak menimcha ancha yaxshi himoyalangan. Tushunarli? Hech qanaqa ma'lumot chiqmadi. Endi masalan saytlarni yozib ko'rasiz. Shunaqa asosiy chiqib keladi. Endi murakkablashtiramiz. In title qoladi. Login o'rniga admin qilamiz. Admin. Endi file type yozamiz. 2.php. Demak, PHP nima? Dasturlash tili bu. Va ko'p saytlar mana shu PHP da yoziladi. Shuning uchun PHP da qidirsak, enterni bossak, demak, PHP admin panellari chiqib kelyapti. Masalan, Mirzo Ulug'bek nomidagi Milliy universitetda adminga kiradigan dashbord chiqib keldi. Tushunarli? To'p kelayotganini ko'ryapsiz. Shuning uchun xavfli, eslataman. Nazar qilamiz yana. Demak, modulni mana loginga kiradigan, demak, sahifasi ekan. Xullas pastga tushsak, xullas shunaqa mana hamma sayt, qaysi chet ellar sayti bo'lsa ham, demak, admin panellari ochiq bo'lsa, yashirilmagan bo'lsa, himoyalanmagan bo'lsa, mana shunaqa chiqib keladi. Hakerlarning birinchi ishi mana shuna nimalarni topish bo'ladi-da, tushunarli? Xo'p, endi yana murakkablashtiramiz buni. Endi kiber xavfsizlik deb yozamiz. Yoki tushunarli bo'lishi uchun Nursaidov deb yozaman. Endi bu yerga sayt deb yozib 2 nuqta, masalan, TSUS qilaydi. Bu Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining sayti bo'ladi. Enterni bosaman. Ko'ryapsizmi? O'sha Google Chrome ham bu demak shubhali degan ma'noda bizda anav qilyapti. Demak, ma'lumot chiqmadi. Tushunarli? Nursaidov so'zi chiqmadi. Endi kiber xavfsizlik deb yozamiz. Enterni bossak, demak mana kiber xavfsizlik haqida TSUning qaysi bazasida ma'lumot bo'lsa hammasi chiqib keldi. Bu juda tortib olishdi, tushunarli? Buni foydali tomoni, demak, login sahifalari, boshqaruv panellari yoki ma'lum mavzudagi sahifalarni juda qulay bo'ladi topish. Xo'p, endi keyingi nimaga o'tamiz? In URL bo'ladi. Bu buyruq Google va URL manzilida ma'lum so'z bor sahifalarni qidir deb buyuradi. Masalan, in URL demak 2 nuqta admin. Enterni bossak, demak mana admin Google ga kirib ketdi. Tushunarli? Boyagi xuddi boyagini bir turi bu ham. Admin sahifalarini qidiradi. Bu manzilda admin so'zi bor barcha sahifalarni chiqaryapti. Demak, masalan, birorta saytni ko'rsak, example
to'liq yozsak https demak DNS deyiladi. example.com demak admin. Tushunarlimi mana? Sahifalariga kirib kelyapti. Admin panellariga. Xo'p, endi keyingi nima? In URL bo'yicha in URL demak in URL ikki nuqta demak panel desak nima bo'ladi? Xo'p, panel degan sahifalarda qaysi saytda shunaqa panel nimasi bo'lsa, sahifasi ana shunga olib kelyapti. Masalan, dashboard deb yozamiz. Mana. Google'da ham hamma saytda demak dashboardiga kirib kelyapti. Endi qo'shma misollar ko'ramiz. Demak admin yozamiz va birorta saytni yozsak. Yana Nursaidov uz deb ko'raman. 2.uz. Chiqmadi, lekin login sahifasi bor edi boya. Boya ko'rsatdim. Endi keyingisi masalan login file type PHP. Bu ham xuddi boyagiday, lekin bu qarang boshqacha sahifalar chiqaryapti. Yana hakkerlar mana shu erinmasdan qidiradi-da, tushunarli? Buzish uchun biz buzmayapmiz. Biz hozir faqat o'sha buyruqlarni ko'rsatib ketyapmiz. Demak, bu sarlavhada login va manzilda admin so'zi bor. Demak, sahifalarni topdi, ko'rdik. Demak, foydasi nima deganda saytning ma'lum qismlarini admin panel login sahifasi so'zlamalarini topishda juda kuchli bo'ladi. Masalan, ko'ryapsizmi, o'zimni saytimdagi bir muammoni ham men to'g'rilayman. Men hali xayolimda yo'q edi, o'zi chiqib qoldi ekranda. Tushunarli? Shuning uchun ham o'sha xatosini topgan odamni bizda bosim bo'ladi-ku, aslida uni taqdirlash kerak. Mana shu xatoni topgani uchun o'sha hakkerlardan himoya aslida bu. O'shani to'g'rilaydi vaqtida. Bizda bosim bo'ladi uchun jimgina buzib. Xullas, keyingisi demak all in title bor edi. Demak admin login desa qarang. Bu admin ni ham qidiradi, loginni ham qaraydi. Qarang, o'sha xavfni sezib bizda robot emasmisan deyapti. Mana loginga ham o'tib ketdik. Bu nima edi bilmadim. Xullas kimnidir routeri ochiq qolib ketgan. Tushunarlimi? Mana Uzbekpol.uz degan saytda ham admin paneliga ochiq qolib ketgan. Bu videoni ko'rsa to'g'rilab qo'yadi. Xullas tushunarli mana. Hamma ochiq qolib ketgan admin login sahifalarini chiqarib keladi. Xo'p, endi nima qilish mumkin bu yerda? Masalan, Nursaidov Nurmuhammad deb qidirsam, mana LinkedIn chiqib kelyapti. Hamma Nursaidov Nurmuhammad qayerda bo'lsa hammasini topib keladi. Tushunarli? Hamma narsani chiqarib keladi. Xo'p, endi all in title masalan 2 nuqta admin login masalan bironta saytni masalan o'zim saytimni ko'rsam yo'q ekan, lekin login boya chiqqandi. Qarang, endi kiberxavfsizlikda bitta narsani ham ko'rsatib ketaman. Ko'proq xato qidiradi hakkerlar. Demak, nima deb qidiradi? Mana shunaqa boshlaydi o'zi aslida, tushunarli? Mana shu osint ham bo'ladi. Hakkerlarning kunlik ishi ham bo'ladi. File type log bo'ladi. Log bu xatolarni nima qiladigan? Demak, brauzer himoyalayapti Google. Demak, buni foydasi salohiyatda bir nechta so'z aniq bo'lishi kerak bo'lganda ishlatiladi, tushunarli? 4-buyrug'imiz, demak, bizga all in URL. Bu URL manzilida bir nechta so'z hozirgida. Tushunarli? Mana admin login. Endi faqat qarang, konsol o'zgardi. Tushunarli? Mana chet elda qaysidir login parollari ham ochiq qolib ketgan. Shuning uchun mana to'liq kiryapmiz. Faqat login parol kerak. Ba'zilarda ochiq qolib ketgan bo'ladi, login parolsiz kirib ketadi. Mana bunda login parol so'rayapti. Tushunarli? Bu manzilda ham admin ham panel so'zlari, login so'zlarini qidirib topadi. Tushunarli?
Xo'p, endi yana nimani ko'rishimiz mumkin? Demak, bizga asosan masalan ko'p saytlar WordPress'da bo'ladi. To'g'rimi? WordPress'ni ko'pchilik tushunadi. Tushunmaganlar WordPress'ni ChatGPT'dan so'rasa tushuntiradi. Xo'p. Bunda WordPress'da admin sahifalari masalan esingizda yo'q, o'zingiz saytingiz. O'shandan qidirsa masalan. Shunda qanday bo'ladi desa, masalan yozamiz in URL 2 nuqta drop vp admin. Hamma esladimi? Qarang mana kimlardir yozib ketgan mana, hammasi chiqyapti. O'xshash narsalar, tushunarli? Endi sayt yozamiz. Masalan, Dior 24 yangiliklar sayti. Ne vp adminmi, WordPress'da qilinganmi? Ko'ramiz mana. Xavfsizligini o'tyapti. Demak chiqmadi bu. Demak himoya yaxshi bo'lgan, tushunarli? Masalan, qaysidir sayt bor edi, DTP.uz, masalan, Denovda bir universitetning sayti bor edi. Shuni ham ko'rsak, chiqmadi, tushunarli? Endi boshqacha qilib ko'ramiz. VP login qilamiz endi. Tushunarli? .php demak DTPI 2.uz enterni bossak chiqmadi. Demak bu ham masalan oddiyroq qidirsak, o'zi bu narsalarni bilgan odam mana yuqorida o'zi nima qilib ketaveradi-da. VP admin deb yozsam nima bo'ladi? Tushunarli? Saytini login paroliga kirib ketdik. O'sha xemismi nimadir. Tushunarli? Admin paneliga kirib ketdi bu. Xo'p, VP login yozsang nima bo'ladi? Ama o'sha saytdagi login parolga kirib ketadi va bundan ehtiyot bo'lish kerak. Unutilgan parol chiqyapti. LMS'da o'rnatgan, demak loginni qidirish ochiq qolib ketgan, bularni to'g'rilash kerak. Mana shunaqa keyin buzadi-da. Termiz davlat pedagogika institutiga ham hemiz chiqib kelyapti. Ya bu chiqadi, lekin buni yashirish ham mumkin-da, tushunarli? Bu endi rektorlar o'zicha nima qiladi-ku, masalan biz himoyaladik, lekin afsuski mana shunday bir muammolar chiqib keladi. Xo'p, endi keyingisi nima qilish mumkin? Himoyalanmagan nimadirlarni topib kelamiz. Masalan, saytlarni bilamiz. Index deb nomlanadi. Index masalan index of deymiz. Keyin qo'shtirnoqdan chiqib, demak in URL admin deymiz. Enterni bossak mana ketdi. Bu nima qo'yilmisiz mana? Nimagacha fayllarni ichiga chiqib ketdi. Bu qanday saytlar bilmayman. Chet ellarning saytlari mana ochiq qolib ketgan. Ba'zilarida shunday login parolsiz ham kirib ketadi. Masalan, CSS da kirib ketyapti. Tushunarli? Mana shunaqa ochiq qolib ketadi-da. Hakkerlar mana shundan foydalanadi maksimal. Shuning uchun himoyalash kerak bu saytlar. Endi o'zgartiramiz. Masalan, backup deymiz. Bu endi kiber xavfsizlikka ham tegishli. Buni tushunganlar tushunadi. Mana qaysidir chet elda universitetini ma'lumotlari chiqib kelyapti. Buni ogohlantiraman. Bunaqa mana vujud tushunarli. Bu yerda saytni bemalol buzish mumkin-da. Hamma kodlari ham chiqib keladi. Afsus, mayli. Xullas bundan o'tib ketamiz. Keyingisi config deb yozamiz. Mana saytlarda Microsoft'ga ham chiqib kelyapti. Mana ma'lumotlar. Ochiq qolganini ko'ryapsizmi? O'zi aslida bu narsalarga mana hamma kodlar chiqib kelyapti. Qaysidir sayt. Mana shuning uchun xavfli deyiladi-da shu narsalar. Endi login bu demak himoyalanmagan kataliklarga kirdik. Demak katalik bo'lsa, endi buni yana ham chuqurlashtirsak nima bo'ladi? Masalan, Nursaidov.uz chuqurlashtirishga ishlamadi bu. Tushunarli? Demak hozircha bu konfigdan o'tamiz. Bu endi konfigga kirsak, demak bu ham o'sha kataliklarda. Hammasi hozir katalikni ko'rib chiqyapmiz. Saytlarda ochiq qolib ketgan papkalarida, o'sha serverdagi. Endi login sahifalarini ko'ramiz. Demak, bunda login deb yozamiz.
bunda ham qarang, maksimal login qidiradi sahifadan. Mana. Login go chiqyapti. Mana. Admin panellariga o'tuvchi, demak login parollar. Tushunarli? Qaysidir saytni ro'yxatdan o'tish qismini topolmasangiz mana. Eng oson yo'li enterni bitta bosasiz mana. Qayerdan ro'yxatdan o'tish sahifasini yopib qo'ygan bo'lsa ham chiqarib beradi. Tushunarli? Masalan, sayt deymiz. google.com desak masalan. Mana tushunarli? Demak, sayt deymiz. Demak, bunda qaysi masalan? Daryo.uz deylik. Demak, chiqmadi. Shunaqa xullas qidiriladi. Endi sahifani xato sahifalari qanday qidiriladi desa, demak error in URL birlashtiramiz. Demak 404. Mana. Qaysidir o'zbekcha sayt chiqib keldi, xato. Mana 404 haqida ma'lumot bergan ekan. Tushunarli? Bas shunaqa. Endi yana eng asosiy narsalarga kelyapmiz. Hali zerikmang. Endi nima qilamiz? Endi biz saytlardan o'chib qolib ketgan fayllarni qidiramiz. Kecha bir qism ko'rsatdim. Masalan, PDF doklarni qidirib ko'rdik-ku. Yozamiz file type PDF deymiz. Demak, bunda PDF ga hozircha nom qo'ymay turaylik. Masalan, Termiz davlat universitetining sayti bo'lsin. Mana, Termiz davlat universitetining saytida PDF bormi yo'qmi qidiryapti. Masalan, qo'sh tirnoqda ichiga PDF deb yozsak, aynan PDF ma'lumot ashurva bu mana shu narsa xato ko'ryapsizmi? Demak, qaysidir saytdan endi o'zi yuklagan, lekin mana kirib ko'ramiz. Kitob bo'lishi mumkin, buni zararli tomoni yo'q. Magistrlik dissertatsiyasi ekan. Tushunarli? Saytga yuklangan, lekin buni hamma ham topolmaydi. Mana 340.tsuz degan nimada yotibdi bu narsa. Tushunarli? Masalan, PDF o'rniga hisobot desak, nima bo'ladi? Chiqmadi hech narsa. Masalan, talaba desak. Yana hech narsa chiqmadi. Demak, endi sarlavha va URL buyruqlarini birlashtiramiz. Masalan, kiber xavfsizlik deb yozamiz. Kiber xavfsizlik. Buni in title qilamiz. In title kiber xavfsizlik. Demak, in URL ga masalan PDF deylik. Tersi o'z qolsin, enterni bosamiz. Hech narsa chiqmadi. Demak, masalan, PDF o'rniga dars deb yozamiz. Hech narsa chiqmadi, lekin qarang. Tersi o'zi mana qo'shtirnoq ichida PDF deysiz-ku. Mana saytdagi hamma PDFlar chiqarib beryapti. Qayerda qolgan bo'lsa ham, tushunarlimi? Qaysi serverda turgan bo'lsa ham, qaysi domenida turgan bo'lsa ham hamma PDFlar chiqarib beryapti. Shuning uchun bu narsalarni ham o'zi aslida to'g'rilab qo'yish kerak. Tushunarlimi? Tersi o'zdagi hamma PDF chiqarib beryapti. Masalan, docx qilsak. Mana saytdagi hamma docx fayllarini chiqarib kelyapti. Maqola shartlari masalan, o'chadi. Xullas, keyingisi menimcha hozircha yetadi. Juda uzun bo'lib ketdi video. Mana shunaqa. Xullas, yana bir ogohlantiraman, bu ta'limiy maqsadlarda qilinyapti. Buni hamma bilish kerak. O'zini saytini himoya qilish uchun ham, o'zini saytidagi muammolarni topish uchun, himoyalash uchun. Tushunarli? Demak, bu qonuniy, hech qanaqa biz parol, login buzganimiz yo'q. Bu demak Google Docs haqida OSFintning 3-darsimiz edi. Demak, barchaga rahmat. Salomat bo'ling.